Hayit dasturxoni uchun albatta bu chakchak retseptini saqlab qo'ying. Birinchi navbatda tuxumlarimizni chaqib olamiz. Ketidan chayni soda hamda tuzni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Unimizni elab solib, qo'lga yopishmaydigan qattiqroq xamir qoramiz. Xamirimizni teng 2 bo'lakka bo'lib, tindirishga yuboramiz. Tinib olgan xamirimizni o'rtacha qalinlikda yoyib, bu videoda ko'rsatilgandek mayda shaklchalarda kesib olamiz. Kesib olgan xamirlarimizni qizib olgan yog'da yaxshilab qizargunicha birin-ketinlikda pishirib olamiz. Endi esa chakchakimizni asosiy qismi siropini tayyorlab olamiz. Asal hamda shakarni gazga qo'yib, shakarlari yaxshilab erib olgunicha 5 daqiqa qaynatamiz. Qolipimizni yaxshilab strichlab, o'simlik yog'i bilan yaxshilab surib chiqamiz. Chakchakimizga xohishga ko'ra mayiz yong'oqlarini solib, ustidan tayyor bo'lgan issiq siropimizni qo'yib, tezda aralashtirib olamiz. Chakchakimizni tayyorlab olgan qolipimizga solib, yaxshilab presslab 2 soatga muzlatgichga yuboramiz. Dasturxonimiz ko'rki bo'ladigan mazali chakchaklarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring.